Nimşehit. Şarkı Türkistan armiyasının jangchisi. Uyghur azırkı zaman şe'riyetining asoschilaridan biri. Dangliq shoir, yozuvchi va jamoat arbobi Nimşehit. 1906-yili Bay Nayisining Sayram yezisida Eliyaxun ismli ma'rifatparvar dehqon oilasida dunyoga kelgan. Nimşehitning to'liq ismi Nimşehit Armiya Eli Sayrami. Eliyaxunning Zikriya, Armiya, Abdujamal, Abduqodir ismli 4 o'g'il, Fatixon qatorli qizlari bo'lgan. Bu o'g'illarning ichida Abduqodir o'qib, ma'rifchi bo'lib yetishib chiqqan. O 1945-yili qo'lga ilinib, shu yili 9-oyning 18-kuniga o'tar kechasi mashhur vatanparvar shoir Lutfullo Mutallib, ya'ni 1922-yilidan 1945 Bilal Azizi, Munirdin Xo'ja qatorliq inqilobchilar bilan birlikda millatchi Xitoylar tarafidan jadu bilan to'g'rab o'ldirilgan. Nimşehit dastlabki savodini o'z yezisidagi boshlang'ich diniy maktabda o'qib chiqardi. U o'quvchilik yillarida bir qiz savoddoshi bilan tanishib, ular bir-biriga muhabbat izhor qilishdi. Ammo qizning ota-onasi Nimşehitning oilasini namrat ko'rib, qizni boshqa bir halliq oilaga yotliq qildi. Nimşehit oilasining qo'lining qisqaligi sababli dastlabki muhabbatidan mahrum bo'ldi. U shuningdan keyin 1922-yilidan 1924-yilgacha Bay Nayisdagi madrasaga berib o'qiydi. Keyin 1924-yilidan 1928-yilgacha Kuchadagi Saqsaq madrasasiga kelib o'qiydi. Bu jarayonda bo'sh vaqtlardan foydalanib klassik she'rlardan Alisher Navoiy, ya'ni 1941-yilidan 1501, Sakkaki, ya'ni 1160dan 1230, Lutfi, ya'ni 1393dan 1492, Muhammad Sidiq Zalali 1676dan 1755 va Abdurrahim Nizari, ya'ni 1776dan 1848 ga o'xshash shoirlarning asarlarini o'qiydi. Bu chaqda uning xalq qo'shiqlari shaklida yozgan Bazar va Mazar nomli tunji she'rlar to'plami qo'lyozma holatda al ichiga tarqaladi. U 1929-yili Qashqarga berib, shu zamonning dangliq ilm markazi, ya'ni Xonliq madrasasida o'qiydi. Nimşehit Armiya Eli Sayrami kichikidinla tajovuzchi Xitoyning zulmiga, jaholatga qarshi isyonkor xarakterini yetildirib, bu xil ruhni o'rlikka erishishning, yuksak vatanparvarlikning xo'rimas energiyasiga ham ijodiyatdagi harakatlantirgich kuchga aylantirdi. Nimşehitning Qashqardagi vaqti ingliz va shved missionerlarining Qashqarda xristian dinini tarqitish harakatlari bilan shug'ullanayotgan bir vaqtiga to'g'ri keladi. U yomon niyatlik bu kishilarning razil suiqasdini bichit qilish uchun, ya'ni Madara Aiza, ya'ni cho'ng yarashtirish nomli she'rlar to'plami bilan muhabbat temasida yozilgan, ya'ni Anva Rul Huda, ya'ni Haqiqat nurlari nomli qasidasini e'lon qildi. 1932-yilidan 1933-yillari Nimşehitning hayotidagi unutilmas yillar bo'ldi. 1932-yili Qumul xalqi Xo'janiyaz Hojim, ya'ni 1889dan 1938 tajovuzchi Xitoy hokimiyatiga qarshi qurolliq inqilob boshlagan bo'lsa, Turpan xalqi Maqsud Muitti, ya'ni 1885dan 1933 va Mahmud Muitti, ya'ni 1887dan 1945 Akufka qarindoshlarining boshlamchiligida otilib chiqdi. Arqadınla Kuchadin General Tömür, ya'ni Tömür Tanjang 1886dan 1933 bu inqilobga ovoz qo'shdi. 1933-yili Xotan xalqi Muhammad Emin Bug'ra, ya'ni 1901dan 1965 Sabit Tamollam, ya'ni 1883dan 1942 boshchiligida qo'zg'olib, tajovuzchi Xitoylarni qo'g'lab chiqarib, butun Xotanni ozod qiladi. Shu yili
Qashqarda Qashqar xalqining tajovuzchi Xitoyning musibat hukmronligiga qarshi qurolliq inqilob portlaydi. Bu urush keyin Sabit Damollon boshchiligida 1933-yili 11-oyning 12 kuni qurilgan mustaqil Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining qurilishiga vasita bo'ladi. Armiya eli sayrimi bu inqilobga aktiv qatnashadi. U bir qatamliq jangda bo'yniga o'q tegib, eg'ir yaralanib, 7-8 tal kishi to'kilib ketadi. Shunga u doktorxonadan chiqqandan keyin yozgan she'rlarini, ya'ni nim shahid, ya'ni yerim shahid degan taxallus bilan e'lon qiladi. U eg'ir yaralangan bo'lg'achqa, keyingi vaqtlarda salomatligi asliga kelolmaganligidan askarlikdan ayrilib, Bayga qaytib kelib, yangidan qurilgan fanniy boshlang'ich maktabda o'qituvchilik qiladi. Nimshahid 1936-yili 2-oyda, ya'ni bilim ishqida nomli mashhur she'rini yozib, zilzila paydo qiladi. Bilim ishqida Jahon ra'nolari ichra bilimdek bir go'zal yor yo'q. Bilimdan o'zga tutgan yor bulur u gohida bar yo'q. Qara qaşlıq tulun aylar sana bir neçə gün yoldaş. Eğer sen puldan ayrılsan seni taşlaydı hiç arı yok. Kirip keynige nefsinin bilimden özge yar tutsan, beşingi düşse bir günler o çağda sen kebi xar yok. Kulak salsan muhabbet ehlinin periyadi ahıga, yutup zardap pıraqtın dat demekten başka zar yok. Tefekkür eylesan işki, esirlerini okup herdem. Karanğı der yoruq dünyani hem alem kebi tar yok. Yürüp menmu güzel izlep cehaletke esir bolgan. Halayık aldıda yürsem menindek belki ağyar yok. Parağat izlesen esla bilimden özge yar tutma. Senin kadrini saklaşta bilimdek yaxşı hemkar yok. Hayatlıqda bilim qandaq kişinin yoldaşı bolsa, qayerga barsa baş qatmaz, bilimdek ana g'amxar yo'q. Bilimsiz saqtining majruh, hamisha noli faryodda, jahon ichra bilimsizning dilidek eski bemar yo'q. Bilimga oshina bo'lsang, o'qish ishqida bulbul bol. O'rganmakda ma'arif bag'chisidek yaxshi gulzor yo'q. Jahannın qaysi yoçuq puçqiga baş tiqib yatsang, bilim tartib chiqar meydaniga hech bir kimga axbar yo'q. Bilim ruhi ozuq inson hayotiga agar bilsang, bilimning qadrini bilguchi o'lmas, buningga inkor yo'q. Chapan hurmatlari hech chaq chapandan ayrilib qolmas. Ketar puldan yig'ilgan hurmating pul birla asrar yo'q. Çapan bilen özəngni parqıratsan bir boyaqçısan. Bilim əsri bugün sırlıq çapanlarga xeridar yo'q. Bulardan qo'lga kelgan obro'y jinning tushi o'xshash. Xiyoli bu tilaksan kabi baxshiga jindar yo'q. Umid qilma, palak hargiz sening baxtingga cho'gilmas. Bugun boy atsandek hech gadoy yo'q, balki qarzdor yo'q. Bilimden chetni ko'rgan davlatning jinnining jafosidir. Jinniga javr qilmoqqa bilimsizdek istamkor yo'q. Bilimden hamma ish ro'yqa chiqqan bir asrdir bu. Bilish lozimki bu kunda bilimsizlarga xushtor yo'q. Bilimden botining nurlanmasa ko'ngling qorong'u tun, quyosh nuriga munkir shaparanglarga madadkor yo'q. Ziminni top qilib o'ynashni sen chaqchaq gumon qilma. Haqiqatdir bugun har ish, kemmakda jodu hayyor yo'q. Ajablanma, bilim nurida nurlansa kishi ko'ngli. Onunga ko'kda, suvda, tog' dengizda yursa dishvar yo'q. Bilimlik tog'ni bog' aylashda hech qancha jafo ko'rmas. Bilimsiz qan yutar, nadon kishilardek jafokor yo'q. Haqiqatdir bugun har ish, uni kishi bilib bo'lmas. Qara tunga shaparangdan bilak asla talabkor yo'q. O'zingni nim shahid ushbu fikriga ayligin qurbon.
Bilimdin rishta üzgenler kabi qattiq günahkar yo'q. Nimshehid 1936 yili Aqsu viloyatlik madaniy aqartish uyushmasi, ya'ni Aqsu uchuri nomli gazet chiqarganda, keyin ya'ni Aqsu gazetiga o'zgartirilgan. Shu gazetning tahrirlik xizmatiga yo'tkilib keladi. Shoirning mushu chaqdan boshlanib 1945-yilining oxirigacha davomlashgan Aqsudagi hayoti nihoyat mo'l mazmunliq o'tadi. Bu mezgilda u Uyg'ur xalqi orasiga keng tarqalgan, ya'ni Ming uy va Farhod Sherin haqidagi rivoyatlarni to'plash, ratlash va qattiq qilish orqali Ming uy va Farhod Sherin nomli mashhur dostonni yezib, dunyoviy ulug' shoir Alisher Navoiydan keyin bu o'lmas temini o'zgacha tafakkur va badiiy istiqot nuri bilan yo'rtdi. Nimshehid 1945-yili 10-oyda Sharq Turkiston armiyasining Sopaxun Savrup, ya'ni 1915dan 2001 qo'mondonligida Aqsuga tushgan qismi bilan billa G'uljiga chiqib ketadi. Ham Milliy armiya bosh qo'mondonlik shtabi tashkil qilgan tarix yozish ishxonasida ishlaydi. 1948-yili 8-oyning 1-kuni Elida, ya'ni Sharqi Turkistonda tinchlik va xalqni himoya qilish ittifoqi qurilganda, u ittifoqning hay'at a'zosi va uning nashr afkori bo'ladi. Ya'ni ittifoq jurnali tahrir hay'atining a'zosi bo'lib saylanadi. Bu mezgilda u Ming uy va Farhod Sherin dostonini to'liqlab yezib, Sharqiy Turkiston gazetida e'lon qiladi. Ham o'z xarajati bilan 3000 nusxa bostirib tarqatadi. U qalam ko'rishini faqatla to'xtatib qo'ymaydi. Uning bu jarayonda yozgan she'rlari Sharq Turkiston xalqining vatanparvarlik engini, ruhini jonliq tutishga turtkilik rol o'ynaydi. U she'riyat bilanla shug'ullanib qolmay, yana sahna asri ijodiyati bilanmo shug'ullanadi. Nimshehid yolg'iz yeziqchilik va tadqiqot ishlarida yetilgan kishi bo'lmasdan, balki o'z davlati va millatining kelgusi taraqqiyoti uchunmo izdangan, to'hfa qo'shgan zamonasining munavvar shaxslaridan birisi bo'lib hisoblanadi. Men bu yerda Nimshehidning tarixiga munosabatlik bir aslimini tilga ilib o'tishni muvofiq ko'rdim. 1947-yili G'uljida aynakchilik qilgan bir usta bo'lib, u yillarda aynak sirlaydigan, aynakgul, naqish basalaydigan ustalar yo'q deyarlik ekan. Shunga bu usta bakmo e'tibor bir usta hisoblanadi ekan. U yillarda bir kishi o'g'lini alohida qoidasini qilib, aynakchi ustaga shogirdlikka bergan ekan. Ustam balani voy bo'ludi degan takalluf so'zlar bilan shogirdlikka qabul qilgan bo'lib, oradan 8 yil o'tganda u kishi o'g'lidan: "Qandaroq aynakchilik hunarini o'rgandingmi? Ustang qachonroq duo berdigandek turdi?" deb so'raydi. O'g'il mayuslangan holda dadasiga: "Dada, ustam menga aynakchilik hunari o'rgatmayotdi. Men 8 yildan buyon do'konni serib supurib, ustamning uyining xizmatini qilib kelyapman" debdi. O'g'lidan bu gapni anglagan u kishining ko'ngli bakmi yerim bo'pti. U odam o'ylanib, alohida tayyorlik qilib, bir kuni o'g'lining ustasini va Jumhur rais Ahmadjon Qosimi qatorliq yuqori darajalik bir qancha mehmonni uyga taklif qiladi. Nimshehidmi bu mehmondorchilikqa taklif qilinuvchilarning birsi bo'lish sifati bilan so'ringa qatnashadi. Uy sohibi bir qancha qo'y so'yib, katta murosim bilan mehmonlarni kutib oladi. Mehmondorchilik oxirlashgandan keyin uy egisi barcha mehmonlarning oldida o'g'lining ustisining udiliga kelib, hurmat ehtirom bilan: "Ustam, men o'zlariga o'g'limni aynakchilikni o'gitib qo'ygan bo'lsa deb shogirdlikka bergan edim. Oradan 8 yil o'tibdi. Eg'ir ko'rmay balamni bir hunarvan qilib qo'ygan bo'lsalar, balam o'zlarining varisi bo'lib qolsa" deydi. Bu gapni anglab aynakchi ustam qapig'ini turib: "Men bu hunarni Rus ustaga 100 dollar berib o'rgangan. Sizlarning bolalarga nima uchun o'gitib qo'yg'idakman?" debdi.
Shuncha mehmonlarning oldida bu gapni anglagan bolaning dadisi intayin osal ahvolda qoladi. Mehmonlarmo bir-birsiga qarashib, nima deyishini bilmay turib qoladi. Bu ahvol Nimshihidga qattiq ta'sir qiladi. U o'ttirg'i chiqib, bolaning dadisiga: "Sizlar xotirjam bo'lsizlar. O'g'illarni pat yaqinda haqiqiy usta qilib yetishtirib chiqamiz", deb tasalli berdi. Nimshihid әтісіден башлап ізденіп, қысқы вақыт ішчеде өз пулыға әйнекчілікке дайыр бір қанша рус китап сетіп алады. Вә әйнекчі рус ұстылар білән мұнасыбет орнытып, өз еніден бір қанша тылла сәріп қылып, әйнекчілікні жүмледен әйнек сырлаш, әйнекке әр xil gül вә нәқш бесіш, қатарлық өнерлерні өзі бейвасты өгінуді. Keç-gündüz demesden qattiq tirishib rus tili o'ginib, setib olgan kitoblarni qitirqinib o'qib chiqdi va 5-6 oy ichida haqiqiy aynakchi usta bo'lib chiqdi. Nimshihid aynakchilik hunarini o'ginib bo'lgandan keyin bir sinf echib, u kishining o'g'ilni va boshqa talantliq bir turkum yoshlarni yig'ib, qisqa vaqt ichida aynakchilik kasbi bo'yicha o'lchamlik bir qarar o'quvchilarni yetishtirib chiqib, bu kasb bo'yicha cho'ng bir bo'shliqni to'ldirdi. Ayni vaqtda bu ahvol bir cho'ng ish qatorida G'uljida keng tarqaladi. Davlat arkonlari va xalq Nimshihidning bu xizmatidan bakmi xo'shal bo'ladi. Keyingi vaqtda heliqi aynakchi usta o'zining qilg'iniga qattiq pushaymon qilgan. Buningdan ko'rilishqa bo'ladiki, Nimshihid bir shoir, yozuvchi, askar va donliq jamoat arbobi bo'lib qolmay, ayni vaqtda haqiqatan usta aynakchi, bir hunarvand edi. 1949-yili Kommunist Xitoy Sharq Turkistonni besib olgandan keyin u Xitoyning taklif qilgan amal va imtiyozlarini rad qilib, yurtiga qaytib kelib, onasi va qarindoshlari bilan birga oddiy fuqarolik turmushida hayot kechirdi. U bu jarayonda ham o'zining yetakchilik hunari bilan shug'ullanib, o'z turmushini qamdigan bo'lsa, yana bir tarafdan izchil turda ijodiyat bilan shug'ullanadi. Nimshihid 1956-yili Xitoy Haj vakillar o'miki tarkibida 10ga yaqin davlatda ziyoratda bo'ladi. Shu qatimqi safar jarayonida u Seg'indim nomli mashhur she'rini yezib, xalq ichida kuchli ta'sir qo'zg'aydi. Nimshihid 1960-yildan boshlab badiiy ijodiyatning mo'l ham yuqori pallasiga qarab qadam tashlaydi. U Uyg'ur klassik adabiyotining esil an'analariga varislik qilib, orzu va zinlik she'r shaklini mazmun jihatda yuqori pallaga ko'tarib, o'z davrining ilg'or ideyalarini kuylaydi. Uning she'r dastonlari tilining ravonligi, tushunishlikligi, turoq va ritmlarining tankashligi, qofiyalarining to'liq va go'zalligi jihatda bugungi zamon Uyg'ur she'riyati uchun yaxshi namuna bo'ladi. Shoir har xil stilistik vositalardan mahirlik bilan foydalanib, o'z fikrini cho'nqur she'riy hissiyot va jonliq she'riy obrazlar orqali ifodalaydi. Shoirning o'z vaqtida bir qo'liga qalam, yana bir qo'liga qurol elib Sharq Turkistonning ozodligi uchun singdirgan jafoliq amkini uning kurashchan, jangovar hayotining misoli deyishga bo'ladi. Afsuski, shoir zo'r ijodiy qizg'inlik bilan Ming uy va Farhod she'rin dastonini oxirgi qatim to'liqlab yezib bo'lib, 1500 kupletdan tarkib topgan Guhar og'zidan yonganda nomli she'riy romanini va Yusuf Zilayxa dastoni ustida jiddiy ishlayotgan paytda Xitoylarning g'oyat cho'ng fitnalarining birisi bo'lgan atalmish madaniyat zo'r inqilobi boshlanib, uning yana oxirgi yillarda yozgan 300 ga yaqin ruboyisi, ya'ni asoratda turib qolganlarga xitob, oldida jinoyatdan shikoyat, vatan muhabbati, uyg'on, qabridan ovoz qatorliq ko'plagan asarlari bor. Nimshihid 1962-yillardan boshlab Xitoy tarafidan o'zimi bilmaydigan har xil jinoyatlar bilan ayblanib, tutqun qilinadi. Uning turmidagi 10 yillik hayoti mislsiz xo'rliq, ig'ir haqorat, kamsitish, dahshatli qiyin qistoqlar ichida o'tadi.
Uyg'ur milletining bu o't yurak jangchisi kommunist Xitoy hokimiyati tarafidan 1972-yili 8-oyning 24-kuni inson qalbidan chiqqan dahshatli qiynashlar bilan urib o'ltirib etiladi. Nimshehid armiya elidamollam. Shahid qilingan vaqtda 66 yoshda edi. Marhum o'ltirilishdan ilgari kindik qini to'kilgan yurti tezak qog'ida yetishni vasiyat qilgan bo'lsa-mu, orzusiga yetolmaydi. Uning ayoli Iminisa xon bu aqalli vasiyatni o'rinlashqimi amalsiz edi. Iminisa xon zar yig'ilgan holda atrat kattaboshlarga Nimshehid uchun tavut va namozini tushirib, yerlikka qo'yishga odam berishni iltimos qiladi. U chaqlarda masjidlar chiqib tashlang'achqa tavut atrat iskilatida saqlanadi. Shu chaqda bir nadan tavutni berishga bo'lmaydi. Chunki tavut zaharlanib qoladi. Uning jasadini qabristonlikqa qo'yishga bo'lmaydi. Chunki o'liklarni zaharlab qo'ydi, deydi. Shuning bilan uyning birdan-bir mulki bo'lgan karvatning puti elib tashlanib, tavut qilinadi. Zaharlansimi mayli, deb qaralgan 4 xil unsurdan 3-4 tavutni ko'tarib, mahalla va qabristonlikqa jiroq bo'lgan cho'l tog' bag'ridagi yulg'un tuviga ilib boradi. Nimshehidning meyiti namozimi tushirilmasdan, yerlikmi qo'lanmasdan 2 metr cho'nqurlikda o'rak qo'linib ko'mib etiladi. Nimshehid o'ltirib etilgandan keyinmi yerlikida aromxo'da yotolmaydi. Uning meyiti inson qalbidan chiqqan rahimsiz muomalaga uchraydi. Bir qancha kun o'tgandan keyin Xitoylar Nimshehidni bundaqli ko'mib qo'yishga bo'lmaydi, deb buyruq tushirib, qabrini qaytadan ochqizdi va "Gördümü xotirjam yotolmasin" deb bir harva ko'k yantoq tikkan akeltirib, Nimshehidning jasadini yalang'ochlab, yantoq tikkan bilan yo'gab qaytadan ko'midi. Bundaq dahshat, bundaq kamsitish, o'chmanlik va bundaq haqorat balkim ilgari keyin dunyo tarixida ko'rilmagan bo'lishi mumkin. Ammo Xitoy buninglik bilan to'xtab qolmaydi. Chunki Nimshehidga qilganlaridan Xitoy degandek qanoat hosil qilmagan. Texi yetarlik darajada o'chini ilib bo'lolmagan edi. Chunki Nimshehid har ikki Sharqiy Turkiston Jumhuriyatiga askar bo'lgan. Bir nafar Sharqiy Turkiston jangchisi, ham g'ozi, ham shahidi edi. Oradan birer oy o'tgandan keyin Xitoy yana buyruq tushirib, Aqsudan 10-12 tunguz akeltirib, Nimshehidning qabrisining o'rniga qo'tan selib, 7 yil bo'yicha tunguz boqdi. Bu ajoyib dahshatli voqeadan keyin Iminisa xon va ballarig'imi yo'ruq kun nisib bo'lmaydi. 1975-yili 6-oyning 29-kuni eg'ir xo'rliq, dard alam dastidan yuragi laxti qon bilan to'lgan bu ana bir ko'zi qon, bir ko'zi yosh holda bu dunyo bilan vedolashidi. 1979-yili Xitoy kommunist hokimiyati nomida Nimshehidning nomini asliga keltirdi. Uning o'g'li jamoat bilan kelib, dadasining ustixonlarini yerlikidan elib, dadasining vasiyati bo'yicha Tezakqog'i yezisining yo'l bo'yidagi ziyoratkorlikqa dafn qilmoqchi bo'ladi. Lekin Xitoy buningga unumay, Bay nayisining chetidagi Logay Mekanga mangdigan shahardan 20-30 kilometr yiroqlikdagi ziyoratkorlikning yo'lidan uzoq bo'lgan tarafga, ko'zdan uzoq bir yerga majburiy dafn qildirdi. Sharq Turkiston armiyasining jangchisi, Uyg'ur hozirgi zamon she'riyatining asoschilaridan biri, donliq shoir, yozuvchi va jamoat arbobi, rahmatlik Nimshehidning meyit namozi u o'lib 7 yildan keyin ondan o'qilib dafn qilinadi.